أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Biz o'zimizning tafsir darslarimizni davom etamiz. Muhtaram aziz qardoshlarim, biz o'zgan darsimizda Fatiha surasini anglatgan edik. Hozir endi biz sizning bilan Baqara surasini kirishamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la rayb fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Baqara surasi albatta bek uzun. Biz sizning bilan Baqara surasini to'lisincha tafsir qilmaymiz, balki qisqacha bo'lgan qo'ybir oyatlarini qarab ketamiz. Doimiy ravishda o'qitilgan oyatlarimiz, masalan, ota-bobolarimiz ilgari Haftiyak sharifni o'rganadigan bo'lganlar. Mana shu Haftiyak sharif negizida biz shu qisqacha oyat suralarini anglatishga tirishamiz. Baqara surasining boshida o'q Alloh subhanahu va taolo aytdi: Bismillahirrohmanirrohim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la rayba fihi. Ya'ni bu oyatda Rabbimiz subhanahu va taolo aytdi: Alif lam mim. Alif lam mimni bilamiz. Ol huruful muqatta'a, ayrim kelgan harflar. Onu faqat Allohdan boshqa bir kimda ma'nosini bilmay. Ma'nosini faqat Allohgina biladi. Lekin qo'ybir g'olimlar turlicha uni tafsir qiladilar. Lekin qiyomat oldindan bu harflarning da ma'nolari oshilar inshaalloh. Baqara surasi turida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam turli hadislar aytib ketdi. Shuning birisi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi: La taj'alu buyutakum maqabir. O'zingizning uylaringizni qabrlikka aylantirmagiz. Ya'ni onda namoz ham Qur'on o'qigiz doimiy ravishda. Ham endi fa inna shaytona yanfiru min al-bayt allazi yuqra'u fihi suratul Baqara dedi. Ya'ni shayton shul yurtdan qochir, qoida Baqara surasi o'qiladi dedi. Kimda kim kunduz Baqara surasini o'qisa, shayton 3 kun kirmaydi dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Kimda kim tilla o'qisa, shayton 3 kun kirmas dedi. Ham ani Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi: Sanamul Qur'an. Qur'onning buyuk o'rnini olib turadi Baqara surasi dedi. Shulay Alloh subhanahu va taolo davom etib aytdi: Zalikal kitab. Bu kitob dedi. Ya'ni Qur'on Karim turida so'z bor albatta. La rayba fi. Bir nindi shik ham shubha yo'q. Mana shu Qur'on kitobi Allohdan ekanligini shik ham shubha yo'q. Ol Allohdan dedi. Hudal lil muttaqin. Muttaqinlar için, ya'ni Allohdan shin qo'rquv bilan qo'rqqan bandalar için ol hidayat shig'anog'i dedi. Albatta, shuluq Baqara surasida Alloh taolo o'zi bizga dalil bo'larak ko'rsata. Qur'oni Karim Allohniki, ham ani bir kimda, bir zotda, bir jon iyasida, bir odam bolasida Qur'on Karimni yoza olmay. Shunqir Alloh taolo aytadi: La rayba fi. Shik ham shubha yo'q. Ul Allohniki dedi. Ham
bir kimnikida bo'la olmay. Ham Allah subhanahu wa ta'ala aytdi: "In kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum in kuntum sadiqin" dedi. Shuluq surada Allah Taala bizga xabar beradi. Agarda siz shiklansangiz Allohning oyatlaridan dedi. Fa'tu bi suratin min mislihi. Shunga o'xshagan birgina oyat keltirgizchi. Ya'ni Qur'onga o'xshagan birgina oyat, birgina sura keltirib qarag'izchi dey. Hamda wad'u shuhada'akum, chaqirg'iz shahidlaringizni, g'olimlaringizni, kimnigina bo'lmasin, butun kishini chaqirg'iz. Shogirlaringizni ham butuniga yig'ilib birgina oyat, birgina sura yozib qarag'iz Alloh taolaning Qur'on Karima kibik. Ham in kuntum sadiqin, agarda siz diristlovchilardan bo'lsangiz. Ham Alloh taolo ayta: "Fa illam taf'alu", agarda siz ana ishlay olmasangiz, ham walan taf'alu dey. Bir qachonda ishlay olmaysiz dey. Qat'iy ravishda ayta. Bir qachonda Qur'onni siz yoza olmaysiz dey Alloh taolo. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara. Toshlar yana turgan jahannam o'tidan qo'rqig'iz dedi. Ham o jahannam o'ti kafirlar uchun azirlangan dedi. Shundan so'ng Alloh subhanahu va taolo narsa dedi? Hudal lil muttaqindan so'ng. Ol muttaqinlar uchun, Allohdan qo'rqqan bandalar uchun hidoyat shig'anog'i. Endi hidoyat shig'anog'i. Kim so'ng ol muttaqinlar degan so'rovlarga biz ayrim bir va'zda silar biz inshaalloh. Lakin ma'na anda tugul. Ma'na narsada allazina yu'minuna bil g'ayb. Ya'ni muttaqinlar alar ko'rmagan narsalarga ishonuvchilar dey. Ya'ni farishtalar ko'rinmay. Payg'ambarimizni biribizda ko'rmadik. Jannatni ham jahannamni biribizda ko'rmadi. Jinlar da ko'rinmay. Ko'pgina ko'rinmagan jonivorlar, ko'rinmagan narsalar ko'p bo'lar. Lekin biz ishonamiz. Biz Allohni ko'rmagan bir qachonda, lekin ishonamiz. Nishatib biz Allohni ko'ra olamiz, biz uni ko'ra olamiz ko'ngil bilan. Mo'jizalarına qarab, ko'klarga qarab, yerlarga qarab, onun tuzilishine qarab biz aytamiz. Onun tuzilishisi bor. Onu xaliq qiluvchi Alloh taolo bor deb. Ham endi va yuqimunas-sola, alar namozlarin vaqtida o'tavchilar dedi. Va mimma razaqnahum yunfiqun, ham alar o'zlarına berilgan rizqdan, maldan ulush chiqaruvchilar deydi. Ya'ni zakat sadaqalarini beruvchilar. Mana haqiqiy mu'minlarning ham muttaqinlarning sifatlari. O ishonu, ko'rmishi ishonu. Bu masala ko'p kishiga albatta aytirga kerak, og'ir bo'lib sanaladi. Nishingda tatar tutib qaramisha ishonmay bitdilar. Lekin Alloh taolo mana ayrim etib aytgan. Lekin Alloh taolo buni ayrim etib aytgan. Yu'minuna bil g'aybi. Alar ko'rmisha ishanalar. Shuning bilan alar zo'r darajada bo'ldilar. Va yuqimunas-sola, namozlarin vaqtida o'qiylar. Ham alar zakatlar, sadaqalarini beruvchilar. Vallazina yu'minuna bima unzila ilayka. Alar senga ingan har narsaga ishonuvchilar. Ya'ni Qur'ondan ingan har narsaga senga ishondilar. Sen silagan har bir so'zingga inandilar. Va ma unzila min qablik, senga qadar bo'lgan payg'ambarlarga da alar ishondilar. Senga qadar kelgan kitoblarga da alar inandilar dey. Va bil axirati hum yuqinun. Ham Alloh taolo ayrim etib ayta. Ham alar oxiratga ishondilar dey. Qay bir kishilarga aytasin kana, farishtalarga ishonasizmi? Ishonam. Alloh taolaga ishonam deylar. Jinlarga da ishonamiz deylar. Ular bor endi, yarar. Lekin oxirat kunina ishonasizmi? Qiyomat kunida degash bir ko'p kishitiga sheklanib o'ylab qo'yalar. Shundan da bormi ekan ul o'lgandan so'ng tag'in yashov, tag'in
тормыш бар микән анда дип уйлап куючылар бар, аз түгел. Ләкин Аллаһ Тәала белә торып әйтте, шундый кешеләр булачагы турында һәм алар аз түгел дип әйттек. Ва бил ахиратихум юқинун. Һәм алар ахират көненә ышанучылар ди. Ягъни аңа ышанып кына түгел, бәлки яқин белән, ягъни тулысынча йөрәге белән кабул иттеләр дигәнне аңлата. Һәм шуңа әзерләнәләр кыямәт көненә. Менә бу кешеләр турында Аллаһ Тәала мактап әйтә: "Улаика худан мир раббихим." Алар ди худан мир раббихим. Нәрсә соң ул худан мир раббихим, мөхтәрәм җәмәгать? Ул алар нурда, хидаяттә, хак юлда ди. Раббылары тарафыннан бирелгән хак юлда. Ва улаика хумул муфлихун. Һәм алар яқин белән ышандылар, инандылар шушы Аллаһ Тәаладан китерелгән галәмәтләргә. Һәм улаика хумул муфлихун, алар җиңүчеләр, зур дәрәҗәләргә ирешүчеләр диде. Менә шушы кыска гына булса да бүген сезнең белән Бакара сүрәсенең 1-5 аятын, аны татар халкында Бакара сүрәсенең алиф лам мим дип әйтәләр. Шуның карап киттек. Аллаһ Тәала шушы сөйләгәннәр белән гамәл кылырга язсын. Һәм хакыйкый мөэминнәрнең, муттакиннарның сыйфатларына ия булырга язсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу.